ağlar. Gün batsa da tunda yuşat şak 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 ağlar. Yar görünmez alıslarda karasam. Aydınlar, aydınlar, şalkar aydınlar. Bizim sevil yarlar sevim aydınlar. Toplumlar yandı, alıp kaydılar. Yar görünür alıslarda karasam. İbrahim Yusuf 1929-yil Chimboy tumanidagi Ozod qishlog'ida tavallud topdi. 1949-yil Qoraqalpog'iston davlat pedagogika institutini bitirgach, 1961-yil shu dargohda o'qituvchi bo'lib ishladi. İbrahim Yusupov 1961-1962 yillarda Amudaryo jurnalida bosh muharrir, keyingi 3 yil mobaynida Najm Doqaroyev nomidagi Til va adabiyot institutida ilmiy xodim, 1965-1980 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasiga raislik qildi. 1980-1988 yillarda Erkin Qoraqalpog'iston, sobiq Sovet Qoraqalpog'istoni gazetasida bosh muharrir, shuningdek, keyingi yillarda Tinchlik qo'mitasining Qoraqalpog'iston bo'limiga, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markaziga rahbarlik qildi. Shoirning ilk asari Vatanim she'ri e'lon qilingan kundan boshlab bugunga qadar uning To'maris, Yetti navo, Tuzli shamollar kabi bir qancha she'riy asarlari chop etildi. İbrahim Yusupning tanlangan asarlar to'plami 2 marotaba 1978 va 1992 yillarda nashr qilindi. To'plamlari orasida shoirning Agatsi gullagan yerda, Bulbul uyasi, Vatan tuprog'i kabi doston va poemalari nashr qilingan. Unga Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni berildi. Bundan tashqari, İbrahim Yusupov bir qancha pyesa va publitsistik maqolalarning muallifi hisoblanadi. Shoir ko'plab qardosh xalqlar va jahon adabiyoti asarlar kitoblarini qoraqalpoq tiliga tarjima qilib, Sayrat olgan tarjimondir. Shoir O'zbekiston Respublikasining El-yurt hurmati, Do'stlik ordeni, bir qator hukumat faxriy yorliqlari va medallari bilan mukofotlandi. Unga 2004-yili O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti farmoniga binoan O'zbekiston qahramoni oliy unvoni topshirildi. Toshkent kimyo texnologiya institutida İbrahim Yusupov muzeyi tashkil etilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida joylashgan İbrahim Yusupov ijod maktabiga institutimizdagi iqtidorli
professor o'qituvchilar bilan birgalikda 10 ga yaqin ijodiy tashriflar amalga oshirilgan. Ijod maktabi hamda Toshkent davlat kimyo texnologiya instituti o'rtasida bir qancha shartnomalar imzolangan. O'zbekiston kinematografiya agentligi bilan hamkorlikda Ibroyim Yusupov hayoti va ijodiga bag'ishlangan Oshiq Ayoz kinofilmi namoyish etildi. Ibroyim Yusupov ijod maktabi o'quvchilari va institut talabalari o'rtasida mushoira festivallari tashkil etilgan. Shu bilan bir qatorda Ibroyim Yusupovning uy muzeyi bilan hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgan va institutimiz muzeyiga shoir foydalanigan eksponatlar olib kelingan. Toshkent shahrida joylashgan Adiblar xiyobonidagi Ibroyim Yusupov haykali poyida joriy o'quv yilida 100 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, konsertlar, mushoira va munozara debatlari hamda ochiq darslar tashkil etilib, 4000 ga yaqin talabalar ishtiroki ta'minlandi. Tashku desem darhol tushadi esga, mening yigit vaqtim, sening qiz vaqting. Tuva samolyotdan tustimdi kishdi, chapaq joyingizning esigin qaqdim. Nukusda ekaningda sen meni kunda, hafta soat sayin sag'inar eding. Bu safar ko'rib meni Toshkentda shilliq ko'rbining sen bilsang dedim. Tashku bilim bog'i, jaslar do'stligi, qancha kuyillarga nur berar jaqting. Tashku ming qiz yigitlar jasligi, Sening yigit vaqting, sening qiz vaqting. Yurtimiz shimoli chekka ovuli. Buyuk qalb sohibin oldi bag'riga, oson kechmadi hech yillar dovuli. Chin shoir sig'madi tuzum qariga. Ey qardosh, elimning buyuk shoiri, xatlarni zabt etgan Yusuf Ibroyim, haqiqiy shoirlar o'lmaydi aslo, yurakda yasharlar doim. Bitta savol va 30 sekund vaqt. 30 sekund vaqt ichida javobni qog'ozga yozib, hakamlar hay'atiga topshiramiz. Hamma tayyormi? Shartni boshlayversak ham bo'ladi. Xo'p. Marhamat. Birinchi savol. Bosh qahramoni Davronbek bo'lgan
Advokatlik osonmi piyesasi qachon yozilgan va kimning qalamiga mansub? Vaqt ketdi. Yaqacha bormang, menga bering kamerani. Bormang yaqa. Katta obyektiv. 10 soniya vaqt qoldi. Bemalol o'ylab olsanglar bo'ladi. 30 soniyaning ichida topshirish kerak degani emas. Demak, Toshkent kimyo texnologiya instituti endi javob qabul qilinmaydi. Bor. O'qdan. To'g'ri javobga o'tamiz. Javob advokatlik. To'g'ri javob advokatlik osonmi piyesasi 1914-yilda Abdulla Avloniy tomonidan yozilgan. 28, 18 va 38 deyiladi. Birortasi topolmadi. Mana birinchi Abdulla Avloniy 38-yilda bergan. Bular 18 beryapti. Transport 28 beryapti. Shaxs topganligiga Yo'q, yili ham bor. Bosh qahramoni Davronbek bo'lgan advokatlik osonmi piyesasi qachon yozilgan va kimning qalamiga mansub? Har bitta to'g'ri javob uchun 0.5 ball beriladi. Yarim ball. Demak, davom etamiz. Ikkinchi savol. Said Ahmadning Uf romani 3 qismli asar bo'lib, roman trilogiya hisoblanadi. Birinchi kitobi 45 kun. Ikkinchi va uchinchi qism kitob nomini ayting. Vaqt ketdi. Soniya vaqt qoldi. Demak, javob yo'q. Xo'p. Hozir ikkita jamoa javob topshirdi, to'g'rimi? O'kdan o'tkazmanglar aytdim, ana yerdan o'tib kelsin. Demak, to'g'ri javobga o'tamiz. Birinchi kitob 45 kun. Ikkinchi kitob Hijron kunlarida. Uchinchi kitob Uf bo'sag'asida deb nomlangan. Mana shu yerdan o'tmanglar. Qarang, operator. Demak, uchinchi savolga o'tamiz. Mana shu ochiq. To'lebbergen Qayibbergenov qaysi kitobi uchun Mixail Sholoxov nomidagi xalqaro mukofot laureati bo'lgan? Vaqt ketdi. On 15 soniya vaqt qoldi.
Demak, javoblarni ko'rib chiqamiz. To'g'ri javob u dunyodagi odamga xatlar kitobi uchun. Keyingi savolga o'tamiz. Abdulla Qodiriyning yozuvchilikka qo'ygan birinchi qadami qaysi asari bilan belgilanadi? Vaqt ketdi. Yetti soniya vaqt qoldi. Vaqt o'tdi. To'g'ri javobga o'tamiz. Yangi masjid va maktab asari uchun. 5-chi savol. Siz va biz piyesasining muallifi kim? Vaqt ketdi. So'z ovozli aytib o'tirib ko'rdik. Bir-birimiz bilan gaplashamiz. Yo'q, gaplashmaydi. Biz bilan gaplashmaymiz. Qaranglar, undan so'ng kamera bor o'zi. Hatta qo'yib qo'yilgan, yo mayli ko'rsatib beramiz, mayli. Hatta o'shaning uchun qo'yilgan. Tashqi tomondan yordam berishlar bo'lmasin. Tegimmi? Tegimmi? Demak, to'g'ri javobga o'tamiz. To'g'ri javob Abdulla Avloniy. 6-chi savol. Husayn Boyqaro Alisher Navoiyga Muqarrab Shohiy degan oliy martaba bergan bo'lib, bu martabaning hukmdor oldidagi imtiyozi nimadan iborat edi? Vaqt ketdi. On 15 saniye vaqt qoldi. 10 saniye. Demak, to'g'ri javobga o'tsak bo'ladi. To'g'ri javob bu martabani hukmdor oldidagi imtiyozi shunday ediki, u podshohga bir masala yuzasidan ketma-ket 7 martagacha murojaat qilish huquqiga ega edi. Keyingi savol. Turkistonda jadidchilik harakatining bonisi deya ta'riflangan mutafakkir kim? Vaqt ketdi. Turkistonda jadidchilik harakatlarining bonisi deya ta'riflangan mutafakkir kim? On 15 saniye. On saniye vaqt qoldi. To'g'ri javobni e'lon qilamiz. To'g'ri javob Mahmudxo'ja Bekqulov. 8-chi savol. Muhammad Rizo Ogahiyni shoh va shoir Muhammad Rahimxon II Feruzning taklif va talabi bilan yozgan devonini ayting. Savol tushunarli? Muhammad Rizo Ogahiyni
Shoh va shoir Muhammad Rahimxon II Feruzning taklif va talabi bilan yozgan devonini ayting. Vaqt ketdi. Saniye. 10 saniye. Doğru cevap yordamız. Taviz ul oshiqin. Oshiqlar tumori devoni. To'qqizinchi savol. Ogahiy o'zining Qasida-i Nasihat asarini kimga bag'ishlaydi? Vaqt ketdi. Savol qaytaring. Ogahiy o'zining Qasida-i Nasihat asarini kimga bag'ishlaydi? o'n 15 saniye vaqt qoldi. 10 saniye. 5 saniye. O'z yakuniga yetdi vaqt. Transport jamoasini qabul qilamiz. To'g'ri javob o'tamiz. To'g'ri javob Feruzga, Muhammad Rahimxon IIga. Va oxirgi savol. Diqqat bilan eshitamiz. Furqat Sharifxo'ja Eshon tavsiyasi bilan ma'lum muddat qaysi taxallus ostida she'rlar yozadi? Furqat Sharifxo'ja Eshon tavsiyasi bilan ma'lum muddat qaysi taxallus ostida she'rlar yozadi? Furqat Sharifxo'ja Eshon tavsiyasi bilan on saniye. Va endi to'g'ri javobga o'tamiz. To'g'ri javob farhat, shodlik, xursandlik taxallusida. Barcha jamoalarga tezkor savol-javob sharti uchun rahmat. Akademik Naim Karimovning Usmon Nosir avtobiografik romani asosida sahnaviy variant shakllantirildi. Spektaklda Usmon Nosirning tug'ilishi va otasi dunyodan ko'z yumishi, Usmon Nosirning onasi boshqa insonga turmushga chiqishi, oilasi bilan Qo'qon shahriga ko'chib ketishi, Usmon Nosirning bolalik chog'i bolalar uyida o'tishi, Samarqand institutiga o'qishga kirib, Toshkentga ko'chib kelishi, yozuvchilar uyushmasida do'stlari tomonidan tuhmatga uchrashi va Sibirga surgun qilinishi, u yerda sil kasalini orttirib olib, umrining oxirlarida ikki qo'lidan ayrilishi tasvirlangan. Usmon Nosirning bolalik chog'idayoq osmonidagi quyoshi so'nadi. She'riyat olamiga chaqmoqdek nur sochib so'nishi o'zbek xalqining
katta yo'qotish edi. Biz jamoa bilan kelishgan holda 32 yil umr ko'rgan, shu qisqa umri davomida sermahsul ijod qilgan qatag'on qurboni bo'lgan Usmon Nosirning achchiq hayotini siz tomoshabinlarga namoyish qilmoqchi bo'ldik. Agarda Usmon Nosir ham boshqa shoir va yozuvchilar kabi uzoq yil ijod qilganida, balki Ey yurtum! Sendan olislarda bo'lsam da, sening darding, o'y hayollaring bilanman. Seni yangitdan, qaytadan quraman. To tanamda jonim bor, to to'g'rimda qonim. Men to'xtamayman. Qaytadan, yangitdan quraman. Yaramas! Sen iflosga 2 kun ovqat bermagan bo'lsam ham tiriksan, o'lmagansan. Itoat et! Agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yo'lim chaqmoqqa aylansin. Yo'lim mayli tamom bo'lsam.
Sening isming Usmon. Sening isming Usmon. Sening isming Usmon. Bolajonim, umring uzun bo'lsin. Rizqing bulut bo'lsin. Sening isming Usmon. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Kim ko'rar xushingni bo'lmoqchi ma'qulsan. Kim so'rar shakar şeker havlasan. Kim görer bu Rayyolarning ul yuzida bir tup palak deydi. Bir tup palakdagilarida qo'shqandarak deydi. Qo'shqandarak biri hovu biri shirin deydi. Namangonni qizlarini tillari shirin deydi. Qo'shqandarak biri hovu biri shirin deydi. Namangonni qizlarini tillari shirin deydi. Mutti mutti deydi. Ketibdiman deydi. Orqasidan chaqirsam kelibdiman deydi. Mutti mutti deydi. Ketibdiman deydi. Orqasidan chaqirsam kelibdiman deydi. Bolajonim, meni kechir. Muhtojligimdan turmushga chiqyapman. Hay hay o'lan jon o'lan. Hay hay o'lan jon o'lan. O'lan ayting yor yoran ayting. O'lan aytgan kishiga yor rahmat ayting. Yor yoran ayting. Usmonjon. Usmonjon. Ha, yana nima deysiz? Usmonjon ketmayman deb xirlik qilyapti. Sen borib aravaga o'tir. Usmonjon bilan o'zim gaplashaman. Xo'p bo'ladi. Usmonjon! O'g'lim chiqing endi. Ha, onangizni ham qiynab yubordingiz-ku. Qo'qon ham yaxshi joy, yuring o'g'lim, fikrlik qilmang. Yuring ketdik. Bu dargoh armonning xilxonasidir. Bunda kiygan choriq ota onadir. Xas kabi qo'rlar bolalik chog'im meni tashlab ketar. Bolalik onim.
hammalari ko'chib keladilar. Yo'q, Halima. Yo'q. Men bu yerlarda nima qilaman? Siz shu yerda qoling. Samarqandda ishlab ijod qilsangiz bo'ladi-ku. Borishim kerak, Halima. Men bilan yur. Nima qilaman u yerlarda men? Kelin bo'lasan onamga. Ona! Yo'q. Onam ruxsat bermaydilar. Men uzoqlarga Seni shirin dilingdan kim o'tmagan, kim tishlamagan, dardi yo'yda itilib ko'ksidan kim qalbidan qonlar to'kmagan. Seni yaxshi bilaman go'zal. Petrarkani o'qiganim bor. Buyuk Rimning safofi azal. Xayolimni oshiqday tortar. Sevgi seni shirin tilingdan kim o'pmagan, kim tishlamagan. To'xtanglar! Gazetada nima deb yozibdi bilasizlarmi? Nima deb yozishibdi? Sharqda yangi Pushkin tug'ilibdi. Bu jumlalar kimga tegishli bilasizmi? Albatta Usmon Nosirga. Yurak, sensan mening sozim. Tilimni nayga jo'r etding, ko'zimga oyni berkitding. Yurak, sensan ishqibozim.
bor. Ha. Kimsan Usmon Nosirga telegramma bor. Shoir Usmon Nosirga Rossiya imperiyasiga Buyuk Stalinga qarshi bo'lgan insonlar bilan birga bo'lganligi, Stalin g'oyalariga qarshi she'rlar bitganligi haqida gumonlar yurmoqda va tezlik bilan yozuvchilar uyushmasiga kirishingizni talab qilamiz. Yolg'on! Buning bari yolg'on, ishonmang! Hech qanday yolg'on yo'q. Mana shunday yozilgan. Balki buning bari tuhmatdir. Ha, buning bari tuhmat. Bu hammasi yolg'on. Hozir nima rost, nima yolg'onligiga ham ishonib bo'lmay qoldi. To'g'ri, shamol bo'lmasa daraxtning uchi ham qimirlamaydi. Balki Usmon Nosirda ayb yo'q. Ha, ayb yo'q. Buning hammasi tuhmat. Ayb bo'lsa, ana, borsin, isbotlasin. Do'stim, Usmon Nosir, siz yaxshi aybingizni bo'yningizga oling. Biz sizni oqlaymiz, do'stim, yordam beramiz sizga. Shoir Usmon Nosir, yaxshisi. Siz hamma aybni o'z bo'yningizga oling. Biz sizni qutqaramiz. Partiya sizni qutqaradi. Aybingizni bo'yningizga oling. Qutqaramiz. Bo'yningizga oling, Usmon Nosir. Hamma partiya dushmanlari shu yerga yig'ilibdi-ku. Bo'lajak yozuvchilar uyushmasi raisi. Biz sizga ishonib ovoz berganmiz. Uyaltirmang, rais, uyaltirmang. Shoir Usmon Nosir. Biz sizning she'rlaringizni o'qib chiqdik. Sizning she'rlaringiz Dohiy Stalinga, Buyuk Rossiya imperiyasiga qarshi yozilgan. Sizning joyingiz bizdek ziyolilar oldida emas. Xafa bo'lmang, bunday qoldirmaymiz. Sizning joyingiz dahshatli Sibirda. Shunday emas. Xo'sh, meni gaplarimni kim tasdiqlaydi? Sizning gapingizni men tasdiqlayman. Bu xoin o'z aybini bo'yniga oldi. Siz aytganingizdek uni partiyadan haydab, dahshatli Sibirga yuborish kerak. Haydash kerak xoinni. Haydash kerak, haydasin. O'zingizni o'zakdan ussa! Go'ringga qarasa bir g'ishlarni. Qani do'stlik? Qani haqiqat? Qani shoir? Qani she'riyat? Haydash kerak, haydash kerak. Usmon Nosir, biz sizni haydamaymiz. Sizga yana bir bor imkon beramiz. Faqatgina siz biz tomonga o'tganingizdan so'ng. Yo'q! 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 Yuzingni ko'rsatib avval o'zingga bandalar qilding. Yana ko'nglim olar yuz nozi birla hamdar qilding. Jonim pardayin sochib ajoyib jilvalar qilding. Masirdik bir bakışım, acımızın zindagi
ona. Bola. Yaxshisan bola. Bolalar uyidan menga berilgan qog'oz qayerda ona? Nimaga aynan o'sha qog'oz kerak bo'lib qoldi? Yoki yuzimizga solyapsan? Yo'q! Yo'q! Otamga ayting, meni boqib olganlik haqida ko'rsatma bersin. Yo'q, nima qilyapsan? Otang biror bir marta yuzingga solganmi tirligingni? Yo'q, ona! Hammasi tugadi, ona! Meni surgun qilishmoqchi, ona! Hammasi tugadi! Surgun. Bola. Nimalar deyapsan? Men sensiz nima qilaman axir bola? Qayerga seni surgun qilishmoqchi? Singlim! Qayerdasan? Izzat ertagan Ravshanda paltoyim qolgan. Olib sotinglar, ona! Biror bir kuninglarga yarab qolar. Mana bu o'zingni ol. Buni olib sol. Biror bir kuningga yarab qoladi. Ha? Bola. Yo'q, ona! Bu uzuk mendan ham ko'ra sizlarga muhimroq, ona! Mendan voz kechinglar. Voz kechinglar, ona! Voz kechinglar! Nima bola? Axir men nima qilaman? Bolam desangiz voz keching, ona! Mening boshimdagi qora bulutlar sizlarga kelmasin, ona! Nima bola? Xalq dushmani Usmon Nosirning uyushuvimi? Ha, menman. Qo'rqmang! Oilamga tegmang. Ular meni boqib olishgan. O'chir ovozingni, olib keting! Ona! Olay ko'rsan bola! Olay ko'rsan bola! O'lsang o'laver. Olishlar! Meni bolam bunday gaplar aytmaydi, yo'q! Hammasi yolg'on! Sen bolaning eng yaqin do'sti eding-a? Ha, Usmon Nosir bizning qo'limizdan, bizning tilimizdan o'lim topdi. Nimalar deyapsan? Yo'q, sen asrab qolishing kerak edi-ku! Bizni majbur qilishdi. Majbur edik shunga, bizda ayb yo'q. Majbur qilishdi. Bolam, seni sotganlar do'stlaring ekan-ku, bolam! Ey Xudo! Ularning jazosini ber! Ona! Sizga o'sha kuni o'lsang o'laver deb aytdim. Meni tushundingiz deb o'ylayman, ona! Men baxtsiz o'g'lingizni kechiring, ona! Baxtsiz o'g'lingizning osmonida quyoshi bo'lmas. Yashinday tez, chaqmoqday so'ngan o'g'lingiz bozori bo'lmas, ona! Xoki g'ubor bo'lib kezar. Namangan, Qo'qon, Samarqand, Toshkentlarni otam, onam, singlim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Onajon, baxtsiz o'g'lingizni kechiring. Sizning juvonmak, shahid o'g'lingiz Usmon
olsin. yıl Mart oyida Kimir o'g'lisida sil kasalligi bilan Usmon Nosir vafot etdi. Mening shahid bolam! Jo'rabek bolam! Bitmay qana qolgan hasadim, o'g'lim! Borib. Yig'lay desam, xorlik yo'q. Bolam. Ismi yo'q, jismi yo'q, oshxo'rlik bolam! Bugun umidini uzdi. Onangiz o'lmay o'ldi. Bugun onangiz Toshkent kimyo texnologiya institutining 3-shart bo'yicha teatrlashtirilgan kompozitsiyasi uchun alohida rahmat.